Tasavvur qiling, birinchi sinf o'quvchisi yo'lni kesib o'tishni bilmaydi, yoki internetdagi har qanday xabarga ishonadi, yoki oddiy jarohatda birinchi yordam ko'rsatishni bilmaydi. Shunday paytda haqiqiy o'qituvchi nima qiladi? U faqat savod o'rgatmaydi, u hayotga tayyorlaydi. Bugungi zamonaviy o'qituvchi bilim beruvchi emas, balki bolaning xavfsizligi, sog'lom turmush tarzi, mustaqil fikrlashi va to'g'ri qaror qabul qilishini shakllantiruvchi murabbiydir. Aynan shu maqsadga xizmat qiluvchi boshlang'ich ta'limda hayotiy ko'nikmalar fani siz uchun yaratilgan. Bu fan orqali siz hayotiy ko'nikmalarni o'qitish metodikasini, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, xavfsizlik madaniyatini, birinchi tibbiy yordam asoslarini, media va axborot savodxonligini, ekologik madaniyatni, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish usullarini, hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kompetensiyalarini egallaysiz. Bu kursda nazariya bilan cheklanib qolmaysiz. Sizni interaktiv mashg'ulotlar, keyslar, treninglar, simulyatsiyalar va haqiqiy hayotiy vaziyatlar asosidagi amaliy topshiriqlar kutmoqda. Chunki ertangi boshlang'ich sinf o'qituvchisi har bir bolaga hayot uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni bera olishi kerak. Esda tuting, bugun siz o'rgangan bir hayotiy ko'nikma ertaga bir bolaning xavfsizligi, salomatligi va kelajagini ta'minlashi mumkin. Hayotga tayyor, mas'uliyatli va zamonaviy o'qituvchi kelajak bunyodkori. Kelajakni bugundan boshlang. Boshlang'ich ta'limda hayotiy ko'nikmalar faniga xush kelibsiz.